Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan Ultra Gaming. Bugun sizlar bilan Zombie Apocalypse o'yinini o'ynaymiz. Minecraft. Hozirda biz ana bunaqa fakellarda olamiz. Do'stlar, bu kanal yangi ochildi. Poddeshkani ko'rasizlar. Bizda manaqa bonusli sandiq bor. Chunki Zombie Apocalypse yomon. Normalda o'ynayapman do'stlar. Unda ham ashincha zombi kelishi mumkin. Rasmida ko'rinishicha to'rla zombi edi. Biz jikcha daraxtga olib olaylik-da. Atrofga qaraymiz. Zombi yo'qmi? Yo'q. Yoki bor. Zombilar yo'q. Saharlabda chiqishmaydi shekilli ular. Yo'q. Aytib qo'yay, bu Minecraftga yangi bloklar va yangi strukturalar qo'shilgan va atrof muhitda birorta uylar chiqib qolishi mumkin. Qani bo'lmasa, sekin yo'lda davom etamiz. Hozircha hech kim yo'q. Kech payt tushsa nima bo'larkin? Ana bu yerda nimadir ko'rgandek bo'ldim. Yo'q, o't ekan. Daraxt. Hech qanday zombi yo'q. Ay. Qani bo'lmasam konga kiramiz. Yo'q, o'sha izmirudmi? Yaxshilab qaraylarchi yoki emasmi? Aytib qo'yay, bu yerda bloklarni tanib bo'lmaydi, chunki yangi narsalar bular. Oltinmi bu? Bo'lishi mumkin. Narigi betga o'tib olamiz. Suv xavfsizroq. Suvning ichidan zombi chiqsa. Hozircha hech qanaqa zombi ko'rganim yo'q. To'xtab turinglarchi, zombi bormi o'zi yo'q? Zombi qo'shilgan do'stlar. Nimagadir yo'q hozircha. Nima? Chiroq kerak bo'ladi. Qo'rqib ketyapman borgan saat. Yoki qorli buyamda chiqmasmikin do'stlar? Chota men bu rasmida saharda ham zombilar yugurib yuradi. Umuman chiqqani yo'q. Biz birinchi navbatda qanaqadir struktura topishimiz kerak. U yerda albatta sandiq bo'lishi kerak va uni biz
tiklaymiz. Ona narsa nima do'stlar? Yoki muzmi? Agar birorta struktura bo'lsa, zo'r bo'lardi. Struktura ekan do'stlar. Ikkita, o'yda u ham bor ekan. Yaxshi. Muzli strukturami bu? Do'stlar, bu yerga chiqib bo'lmaydi shekilli. Bu oddiy muz bo'lakchasi bo'lsa kerak. Bo'pti, narigi strukturaga boramiz. U yerda aniq sunduq bo'lishi kerak. Avtomat chiqib qolsa, do'stlar, trillatib otib tashlaymiz o'sha zombilar. Struktura bor, lekin zombi yo'q. Qanaqasiga? Oddiy buyamga o'tamizmi keyin? Eshigi ham bor ekan. Wow, chotki. Masharda baza qolsak. Yo'q, bo'lmaydi. Sirli joy bo'lmaydi. Wow, chotki narsalar demayman-ku, lekin chidasa bo'ladi. Ishlamay ekan, adashibman. Mana buni vaqtinchalik kiyib tursak bo'ladi. Qolgani kerak emas. Aytib qo'yay, bunda hamma misdan ham, izmuruddan ham va yana redstone, lazuli hammasidan branya qilsa bo'ladi, do'stlar. Faqat rudalardan tosh, daraxt, loy unaqalardan qilib bo'lmaydi. Faqat rudalardan. Va yuramiz endi, yuramiz. Do'stlar, juda ko'p yurganimdan keyin mana shunaqa joy topib oldim. Mana buni ichiga kirib ko'ramiz hozir. Eshiga qaytdi buni. Buni endi buzib olamiz. Yo'q, qo'yaylik har anaqaga qarshi. Chunki bu yerdan zombi chiqib qolishi mumkin. Sunduq bor ekan, do'stlar. U sunduqni olish uchun bizga verstak va nima bo'lyapti, do'stlar? Taxtam qani? Mana aytganimdek, to'la aslaha, do'stlar. Endi buni olamiz. Nimadir ovozni eshitgandek bo'ldim. Wow. Bu yerda endi narsa ko'p ekan, do'stlar. Hammasini birin-ketin olamiz. To'la narsa ekan, do'stlar. Nimadir bo'lyaptimi? It bo'lsa kerak. Zombi it bo'lsa, do'stlar. Zacharlangan. Astrata 5. Yomon emas. Bu narsa branyani anaqa qilish kerak. Bizga hozircha shu narsalar yetadi. Mo'shoqda ham olamiz. Mana ularni ham olaylik, keyin temir bilan uni tuzatib olamiz.
Bo'ldi, qo'ygani kerak emas bizga. Shuncha tepada ham sandiq bo'lishi mumkin. Bu yerda zo'r chidasa bo'lmaydi. Ko'p narsa yo'q ekan do'stlar. Kiyib olamiz. Kerak bo'ladi. Bo'ldi, qo'ygani kerak emas. Verstack. Yana sanduq. Отравление. Olsak bo'ladi. Sila yaxshi. Kamonim bor, arbalet shart emas. It bo'ri bor ekan bu yerda. Suvak bormi demak. Agar suvak bo'lganda uni o'zimizga qoladi deydi. Bu yerda ko'rdimmi suv? Zombilar. Va nihoyat men sizlarni va'da qilib ketaman. Jichcha ovozini pasaytiraylik. Yo'q, bu yerdan qochish kerak. Emotsiyalarni bularni. Emetsiyasi arabmi bu? Yo'q, ko'payib ketishdi. Halalam keladimi? Yo'q, bormi? Bir joyda ko'p qolib ketmaslik kerak ekan. Qochish kerak ekan do'stlar. Ketdi. O'rmon qo'rqinchliga o'xshayapti. O'rmonni haydashga. Chiqmasam bo'larkan. No, bir narsa bor ekan, o'sha yoqqa boramiz. Ovqatimiz ham kelmay qolibdi. Narsa yeyish kerak. Yo'q do'stlar, qorong'u tushyapti. Bu nima? Tugadik do'stlar. Menda g'oya borga o'xshayapti. Men hamma qurib ketdi do'stlar. Zombilar kelishni boshlashyapti. Bitta, ikkita, uchta, to'rtta.
qip-qizil bo'lib ketdimi hamma yo'q?